Mavzuyimiz funksiyaning uzilish nuqtalari. Mana uzilish nuqtalarini dastlab birinchi ta'riflarini keltirib o'tamiz va undan keyin chizmalarda ham tushuntirib beraman va undan keyin ba'zi misollar bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, funksiya x nol nuqtada uzluksiz bo'lmasa, ya'ni biz uzluksizlik ta'rifini bergandik. Tekshirib ko'rganimizda uzluksiz bo'lmasa, demak shu funksiyamiz shu x nol nuqtada uzilishga ega deyiladi yoki x nol nuqta fx funksiyaning uzilish nuqtasi deyiladi. Va endi bu yerda uzilish nuqtalari turlar jihatdan ikkita turga bo'linadi. Birinchi tur va ikkinchi tur uzilish nuqtalari deb ataladi. Shularni birinchi turi haqida hozir to'xtalib o'tamiz. Birinchi turi bo'lishi uchun, demak, fx funksiya x0 nuqtada bir tomonli limitlarini hisoblaganimizda x0 nuqtadagi o'ngdan chapdan limitlarini shu ikkala limitlari ham chekli sonlar bo'lsa, unda bu funksiyamiz x0 nuqtada birinchi tur uzilish nuqtasiga ega deyiladi. Endi o'sha birinchi tur uzilish nuqtani o'zi ham ikkita qismga ajraladi, ya'ni ikkita turga bo'linib qoladi, kichik turlarga. Birinchi turi uni shu birinchi tur uzilish nuqtada agar o'ng va chap limitlar bir-biriga teng bo'lsa-yu, lekin o'sha nuqtadagi qiymati bu funksiyani o'sha nuqtadagi qiymati bu o'ng va chap limitlarga teng bo'lmasa, unda bu x0 nuqta bartaraf qilish mumkin bo'lgan yoki tiklash mumkin bo'lgan uzilish nuqta deyiladi. Xo'p, ikkinchi sharti, agar shu o'ng va chap limitlarini o'zidayoq ikki xil chiqsa, o'ng limiti boshqa, chap limiti boshqa bo'lib chiqsa, unda x0 nuqta sakrash tipidagi uzilish nuqta deyiladi yoki sakrash nuqtasi ham deb ataladi yoki sakrash tipidagi birinchi tur uzilish nuqta ham deb ataladi. Va bu yerdagi o'sha o'ng va chap limitlarining farqi, ya'ni ayirmasining moduli funksiyaning shu nuqtadagi sakrashi deb ataladi. Ya'ni orada qanaqadir joy qolib ketadi. Hozir men uni chizmalarda ham tushuntirib beraman. O'sha nuqtamiz, demak, o'sha orada qolib ketgan farqimiz funksiyaning sakrashi deb ataladi. Demak, mana bu ikkalasiga doir ham mana hozir chizma chizib, chizmada tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi tur uzilish nuqtalarini. Mana chizmalarga e'tibor beramiz. Xo'p, demak, bu chizmalarni ikkalasi ham birinchi tur uzilish nuqtalariga misol. Mana bu birinchi chizmaga e'tibor beramiz. Birinchi chizmaga. Birinchi chizmada e'tibor bersak, mana uzilish nuqta o'ngdan kelish ham, shu uzilish nuqtaga chapdan kelish ham limitlari teng bir-biri bilan. O'ng limit ham shu nuqtaga boryapti, chap limit ham shunga boryapti. Mana bu A1, A2 lar o'ng va chap limitlari. Lekin bu funksiyani o'sha nuqtadagi qiymati boshqa. Mana masalan, men bu yoqdan olib qo'yaman o'zini, o'sha yoqdagi qiymatini. Demak, funksiya ko'rinib turibdi, shu yerda uzilgan. Sababi o'ng limiti bilan funksiyaning o'sha nuqtadagi qiymati ham boshqa, chap limiti bilan u ham boshqa. Funksiya uzilishga ega va ikkita uzilish o'ng va chap limitlari chekli va bir-biriga teng. Demak, bu birinchi tur tiklash mumkin bo'lgan uzilish nuqta ekan. Ya'ni bitta nuqtani qo'shib yuborsak, tiklanib ketadi va uzluksizga aylanib qoladi. Shuning uchun tiklash mumkin bo'lgan yoki bartaraf qilish mumkin bo'lgan uzilish nuqta deyiladi. Endi ikkinchi chizmaga e'tibor beramiz. Ikkinchi chizmaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ikkinchi chizmada salgina boshqacharoq. Chapdan kelishi boshqa. Chap limiti bu chapdan uzluksiz. Mana ko'rinib turibdi, chapdan uzluksizligi. Shu nuqtaga kelgan mana. Lekin o'ngdan uzilishga ega. Sababi o'ngdagi boshqa nuqta. Endi e'tibor beramiz. O'ng limiti A1 mana bu. Chap limiti mana bu yoqqa kelgani bu A2 bo'lsin. Endi shu yerda funksiyani o'ng limiti bilan chap limiti bir-biriga teng emas. Ya'ni uzilishga ega birinchidan, ikkinchidan uzilishga ega bo'lgan sababi o'ng tomondan uzilgan, chapdan uzilmagan bo'lsa ham. Uzilishga ega, ikkinchidan, demak, bu sakrash birinchi tur sakrash tipidagi uzilish nuqta. Sababi ikkala bir-biriga A1 bilan A2 lar bir-biriga teng emas. Va shu yerdagi sakrash biz boya anaqada ko'rgandik, ta'rifida mu bilan belgilab ketilgan edi. Mu barobar A1 minus A2 ni moduli edi. Bu yerda ham xuddi shunaqa
agar modulsiz yozsam A1dan A2ni ayiraman. Chunki A1 yuqorida joylashgani uchun agar o'rni almashadigan bo'lsa ham hech qisi yo'q. Demak A2. Mana bu bunaqamiz bizda funksiyani sakrashi yoki ba'zan qadami ham deyiladi. Bu nimani bildiradi? Bu mana bu yerdagi kesmaning uzunligini bildirar ekan. Ya'ni hop, mana bu kesmaning uzunligi. Mana sariq bilan chizib qo'yaman. Mana shu bizda miuni beradi. Shuning uchun sakrashi deb ataladi yoki ba'zan qadami ham deb atalishi mumkin. Xo'p, endi yana ta'rifga qaytamiz. Endi ikkinchi turini tushuntirib beraman. Agar demak x0 nuqtada funksiyani o'sha o'ng va chap limitlarini hisoblaganimizda o'zi birdan bilamiz, masalan, uzilishga ega. O'sha vaqtda agar shu o'ng va chap limitlardan birortasi mavjud bo'lmay qolsa yoki birortasi cheksizlikka intilsa, ya'ni cheksiz bo'lsa, u holda shu x0 nuqta fx funksiyaning ikkinchi tur uzilish nuqtasi deyiladi. Demak, yoki limitlaridan birortasi mavjud emas, o'ng yoki chapdan, yoki birortasi cheksizlikka ketsa, yoki umuman ikkalasi ham bir vaqtda cheksizlikka ketishi ham yoki umuman mavjud bo'lmasligi ham mumkin. Bunga doir ham man hozir bitta chizmada misol tushuntirib beraman. Mana bu chizmaga e'tibor beramiz. Bu ko'pchilik biladi bu funksiyani grafigini. Bu tangens x degan funksiyani grafigi. Ya'ni chap tomonda ham, o'ng tomonda ham bo'ladi. Hali davomlarini chizmadim. Va x0 nuqta deb yozib qo'ydim. Umuman olganda pi taqsim 2 bilasizlar buni, yoki chap tomondagisi minus pi taqsim 2 va buni har doim pi davrida takrorlanadi. Bu haqida to'xtalib o'tirmaymiz. Faqat hozircha bizda chizmasida e'tibor beramiz. x0 nuqtaning mana chapdan kelayotgan limiti mana cheksizlikka qarab ketib qoladi. Plus cheksizlikka bo'lganda ham. Lekin o'ngdan keladigan limiti esa minus cheksizlikka ketib qoladi. Demak, mana bu holatda funksiya ikkalasi ham birdaniga bo'lyapti. Bu holatda funksiyamiz ikkinchi tur uzilish nuqtasiga ega ekan x0 nuqtada. Ya'ni masalan o'sha tangens degan funksiyani olsam, tangens x degan funksiya o'sha pi taqsim 2 plus pk desam ham bo'ladi, to'g'rirog'i, chunki bu har 180 gradusda takrorlanib kelaveradi bunaqa uzilish nuqtalar. Xullas, shunaqa nuqtalarda ikkinchi tur uzilish nuqtasiga ega ekan. Shu bilan demak uzilish nuqtalari mana shunaqa tugaydi.